Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan men Rustam Sadullayev va Fotih Yakubov o'zimizni darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi qiladigan ishlarimizdan biri bu Amazon Seller Central accountini ochish bo'ladi. Bitta-bitta bosqichma-bosqich hamma narsani tushuntirishga harakat qilamiz. Bundan oldin o'tganimizdek, uje bizani pochtamiz bor, Google akkauntimiz bor, Google Drive'imiz bor, testoviy dokument uje ochganmiz. Bu narsalar esdan chiqmasin. Keyingi etapimiz bu uje Amazon Seller Central accountini ochish. Kiradigan saytimiz bu Amazon Seller Central deb Google ga yozsanglar ko'rsanglar bo'ladi. sellercentral.amazon.com. Mana mana shu saytga kiramiz. Ko'rayotganinglardek login yoki sign up degan yozuvlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bizning qiladigan ishimiz sign up, ya'ni registratsiya. Va bu yerda birinchi bo'lib qiladigan ishimizdan biri bu Amazonda o'zi в целом xuddi Google ga o'xshab bitta qanaqadir akkaunt yaratib qo'yishimiz. Uning uchun biz mana bu yozuvda yozilgandek create your Amazon account degan narsani bosamiz, ya'ni knopkani bosamiz va otimizni yozamiz, ya'ni ismimizni. Aytaylik Umid bo'lsin mana. Emailimiz bizda Google akkauntimizdan shunday to'g'ri yozilishi uchun ko'chirib olsak bo'ladi, adashmaslik uchun. Parol. Bir xillarda mana shunaqa security sistemasi ishlashi mumkin. Shuning uchun biz bu emailni berilgan zadachasini, ya'ni qanaqadir безопасность uchun qurilgan qanaqadir zadachasini hal qilib berishimiz kerak. Bu o'zini yo'lida biza bot emas, biz rostiga ham odamligimizga dalolat beradi. Ko'rayotganinglardek bizani emailimizni endi verifikatsiya qilyapti. Bu yerda OTP degan narsa bor. Bu one time password deyiladi. Bu narsani biz imенно bu kodni biz o'zimizning emailimizga kelganidan xabardor bo'lamiz. Emailimizga kirsak, bu yerda mana kodi turibdi. Shu kodni olib bu yoqqa qo'yib verifikatsiya qilib qo'yamiz. Xo'p, ko'rayotganinglardek biz nomerimizdan tiqishimiz kerak. Sizlar bilishinglar uchun bitta narsani aytib qo'yishim kerak. O'zbekiston nomerlarini Amazon registratsiya qilayotganda qabul qilmaydi. Lekin O'zbekiston spiskasida bo'lsa ham, ya'ni O'zbekiston nomeri ham bor, kodi ham bor, lekin uni qabul qilmaydi, chunki SMS OTP, ya'ni one time password SMS bo'lib kelmaydi. Shunga bizning qiladigan ishimiz biz o'zimizni alohida bo'lgan applicationimizni yangi bizga nomer olish uchun, amerikanskiy nomer olish uchun biz o'zimizga application olamiz. Mana ko'rayotganinglardek TextMe degan applicationimiz bor. O'sha applicationni bemalol ishlatsak bo'ladi, nomer sifatida o'sha yerda kirib bemalol o'zimizga yangi nomer sotib olsak bo'ladi. Yangi nomer olganimizdan keyin bizning o'zimizning amerikanskiy nomerimiz bo'ladi. Endi biz bu amerikanskiy nomerni registratsiya qilayotganimizda kirgizib o'tib ketamiz. 937 nomer tiqamiz va kutamiz. Ko'ryapsizlar, mana keldi. Mana shu OTP ni endi biz registratsiya qilayotgan stranichkamizga, ya'ni betimizga tiqamiz. 25 36 19 va Amazon akkauntini ochamiz. Hop, ko'rayotganinglardek biz welcome page ga keldik. Welcome page da bu yerda yaxshilab o'qib, bitta-bitta gaplashib o'tib ketamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar bular davlat tomonidan berilgan ID yoki pasportimiz. Oxirgi misol uchun bir 1-2 hafta ichida olingan
credit card statement sizlarda endi yo'q. O'zbekistonda balkim hali ishlatilmayotgani sababli. Lekin bank accountdan, ya'ni bankinglardagi shotinglar haqida informatsiya. Uchinchisi, bu ko'ryapsizlar, bu yerda bizada pul yechib olish uchun bo'lgan Visa yoki Mastercard kartamizni va telefon nomerimizni. Pastda ko'rishinglar bo'yicha business location degan joy bor. Business location deganda biz o'zimizni qayerda joylashganmiz. Bu yerda yozib qo'ygan. Please select the country where your business is registered. Ya'ni qayerda registratsiyadan o'tgan bo'lsa, o'sha davlatda kirgizinglar deyapti. Bu yerda biz qiladigan ishimiz, biz O'zbekistonda ishlab, O'zbekistondan turib ishlamoqchi bo'lsak, biz bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz. O'zbekistonni tanladik. Begin degan knopkani bosamiz. Va endi biz o'zimizni qanaqa tip, ya'ni qanaqa toifaga tegishliligimizni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni Amazonda biz sotuvchi bo'lib, kompaniya nomidanmi yoki o'zimizning nomimizdan sotamizmi? Bizning qiladigan ishimiz bu bizni o'zimizning nomimizdan sotishimiz. Ya'ni I'm an individual. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Ya'ni business locationda O'zbekiston turibdi. Business type'da I'm an individual degan joyini tanlaysizlar. Endi o'tgan darslarimda aytgandek, agar eslasanglar, mana biz hozir sekin o'sha joyiga kelyapmiz. First name, middle name, last name. Amerikada ko'pincha odamlar otasini ismini har xil joyda yozmaydi, ya'ni kirgizmaydi. Ya'ni middle name ko'pincha kirgizilmaydi. Shuning uchun biz harakat qilamiz, чтобы bizda ham, ya'ni отчество, sharafni kirgizmaslikka. Shunga birinchi qiladigan ishimiz, biz hozir faqat ism va familiyani kirgizamiz. Bu yerda biz bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak, чтобы kirgizayotganimizda biz o'zimizni rozilik beryapmiz, что bizning biznes lokatsiyamiz o'zgarmaydi degan. Shu narsani уже tushunib, orqaga qaytib, bu именно mana shu betiga qaytib kela olmaysizlar Amazon registratsiyasida. Shunga shu narsani yaxshilab tekshirib olinglar. Ya'ni kirgizayotganinglarda informatsiyani hamma narsani bitta-bitta tekshirib, keyin mana shu galchkani bosib qo'yinglar. Xo'p, endi biz birinchi etapimizdan o'tib oldik. Endi hozir sizlar bilan qolgan informatsiyani to'g'rizish bilan shug'ullanamiz. Bizda bu yerda ko'ryapsizlar, primary contact person information degan joy bor. Ya'ni bu eng главный mana shu ish bilan shug'ullanadigan odam haqidagi informatsiya. Ya'ni biz hozir o'zimiz haqidagi informatsiyani kirgizamiz. Ism familiyamizni kirgizildi. Hozir endi country of citizenship, ya'ni biz O'zbekistonlikligimiz haqida ma'lumot berishimiz kerak. Конечно, biz bu yerda O'zbekiston grajdanstvosiga ega biz deb beramiz va qayerda tug'ilgan joyimiz. Tug'ilgan joyimizni ham O'zbekiston deb belgilaymiz. Endi bu yerda biz hozir tug'ilgan yilimiz haqida ma'lumot beramiz. Va qanaqa dokument bilan biz o'zimizni shaxsimizni tasdiqlamoqchiligimiz haqida informatsiya kiritamiz. Ya'ni pasportmi yoki nasionalniy IDmi? Bizning hozirgi situatsiyamizda bu national ID bo'ladi. Va kim tomonlama, ya'ni qaysi davlat tomonlama berilganligi. O'zbekiston. Endi ID nomerimizni kirgizishimiz kerak va qachon muddati tugashi haqida informatsiya kirgizishimiz kerak. Ya'ni amal qilish muddati tugashligi haqida informatsiya kirgizishimiz kerak. Bitta narsaga iltimos qilaman, ahamiyat berishinglarni. Amerikada gohida shunaqa bo'ladiki, informatsiya kirgizayotganingizda kun bilan oy soni joyma-joy almashib qolganligi bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi bizda O'zbekistonda kun kirgizilsa, ularda bir xillarda oy kirgizilishi mumkin. Shunga kirgizayotganingizda yana bir marta iltimos qilaman. Hammanglar o'zingizlar yaxshilab 2-3 martalab tekshirib olinglar informatsiyani.
Bizda bu yerda hozir bunaqa narsa bo'lmayapti. Har ehtimolga qarshi oldinglardan o'tib yetib qo'yapman. Bo'lib qolishi mumkin. Endi biz sizlar bilan hozir adresni kirgizamiz. Adres kirgizayotganda o'zimizni, uyimizni, yashaydigan adresimizni kirgizamiz. Bitta narsani inobatga olib o'tib qo'yish kerak. Bu adresni biz kirgizganimizdan keyin sizlar o'zingizlarga ishonchingiz komil bo'lish kerak. Shu adresni sizlar bankdan haligi dokumentni olayotganingizda, ya'ni spravkani yoki vypiskani olayotganingizda shu adres shu ko'rinishda o'sha bank qog'ozingizda yozilgan bo'lishi kerak. Bu narsa juda ham muhim. Ko'rayotganingizda mana men buni yozyapman. Shu yoziq обязательно sizlarning dokumentingizda uchrashi kerak. Xo'p, endi ko'rayotganingizda biz O'zbekistonni tanladik. Zip kodimiz bo'lsa, zip kodimizni yozishimiz o'zi shartli ravishda. Keyinchalik ham shu zip kodni iloji bo'lsa, o'sha bankdan olgan qog'ozingizga ham yozdirib qo'yinglar adres bilan birga. Adres liniyasi, birinchi liniyasiga основной adresimizni yozdik. Ikkinchi liniyasiga pishpalo yozmadik, chunki hech narsa kerak emas bu yerda. Amerikanskiy formatda gohida adreslar juda ham kattalashib ketgani uchun ular ikkitalab liniya beradi, чтобы adres полностью sig'ishi uchun. Shahar Toshkent deb tanladik, ya'ni Tashkent deb yozdik va noto'g'ri yozib qo'ygan ekanman va regionni ham Tashkent deb yozdik. Endi sizlarda mana bu telefon verifikatsiyasidan hali o'tmagan bo'lsanglar, bu yerda verifikatsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Boyaga aytib o'tgan programmamga kirib, o'zingizlarga amerikanskiy bitta nomer olasizlar. Menimcha где-то bir $10 yo $15 atrofida bo'ladi bir oylik to'lanadigan puli. Lekin bu sizlarga juda ham katta yordam beradi. Bir oyga olsanglar, bir oylik hozircha yetadi sizlarga. No iloji bo'lsa, yaxshiroq nomer o'zingizlarga yoqqan nomerni bitta tanlab, постоянный ishlatishga olib qo'yganinglar ham yaxshi. Xo'p, unda keyingi etapga o'tamiz. Endi главный joylardan biriga keldik. Pul to'lanadigan joyi. Bu yerda sizlar qiladigan ishinglar o'zingizlarni kartalar nomerini kirgizib va $39.99 sizlardan yechib olishiga tayyor turishingiz kerak. Bu bir oylik Amazonni ishlatganingiz uchun to'lanadigan summasi. Bu summa har oy yechiladi. Bizning tajribamizdan kelib chiqqanda bitta narsa aytib bermoqchiman. Bizda shunaqa bo'lganki, biz ochganmiz, ishlatganmiz, lekin undan keyin u akkauntni tashab qo'yib boshqa akkauntga o'tib ketganmiz. U boshqa akkauntga o'tib ketganimizda biz narigi akkauntda savdo qilmaganimiz sababli hech narsa yechilmagan. Lekin oradan vaqt o'tgandan keyin 6-7 oy o'tgandan keyin biz yana ishlashni boshlaganimizda u yana yechishni boshladi. Bir oylik to'lovini. Ya'ni savdolar bo'lish yo'liga ham qarab turadi u. Xo'p, lekin bitta narsani yana aytib o'tib ketishim kerak. Oxirgi bo'lgan yangiliklar bo'yicha Amazon juda ham yangiliklarni yaxshi ko'radi, chunki постоянный o'zini ustida ishlaydi. Bu kompaniya постоянный qanaqadir yangilik kiritadi. Oxirgi bo'lgan yangilikligi sababli bitta akkauntinglarni menimcha 1 oydan yo 2 oydan ko'p agar ishlatmasdan tursanglar, u akkauntinglarni qaytadan shunaqa registratsiya qilishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ya'ni sizlar o'zingizlarni o'sha shaxsiylarni tasdiqlab, informatsiya berishinglar kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi bu yerda biz o'zimizning karta nomerimizni kirgizishimiz kerak. Shunga hozir bitta kirgizamiz va sizlardan $39.99 aytganimda yechib oladi. Ko'rganinglardek, biz hozir sizlar bilan kartamizni kirgizdik va bizdan уже $39.99 yechib olish kerak. Ozgina u yoq-buyog'i plus minus ozgina o'ynashi mumkin. Bu o'sha endi international transaksiya bo'lgani uchun ozgina plus minus $1-2 ko'proq bo'lishi mumkin.
lekin o'zi mana shu narxi ko'rsatib qo'ygan Amazonda. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz biza bu уже magazinimizning nomlanishini sizlar bilan nomlab o'tishimiz kerak. Xo'p, ismini, ya'ni nomini qo'yishimiz kerak. Bizani hozirgi qilgan ishimiz, ya'ni bugun kecha o'tgan kuni qilgan ishlarimizga agar qaraydigan bo'lsak, biz o'zimizning magazinimizning nomini TSS Store deb nomlaganmiz. Shunga adashib ketmaslik uchun hamma narsalarni bir xil nom bilan, ya'ni ataganinglar to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ertaga o'zingizlarni shaxsiy emailinglar bilan biznes emailinglar shunda adashib ham ketmaydi. Endi biz nomini qo'yamiz. Tekshiramiz. TSS Store. TSS Store available deb yozdi. Ya'ni biz bu nomni qo'ya olayotganmiz. Hali hech kim qo'ymagan ekan bu nomni. Uni tekshirgandan keyin keyingi savol-javoblarga javob berishimiz kerak. Agar nimadandir qiynalib yoki yaxshiroq tushunaman deydigan bo'lsanglar, Google tarjimonni ishlatsanglar bo'ladi. Yana bizga Google bu tarafdan yordam beradi. Google tarjimonni ishlatib, har bitta savoliga o'zingizlardan kelib chiqqan holda ham javob bersanglar bo'ladi. Lekin hozirgi kunda maslahatim biza aytgan yo'lni tutganinglar afzalroq. Xo'p, do you have universal product codes? Вообще o'zi dunyoviy mana shu savdo sotuvda UPC degan narsa bor. UPC bu har bitta produktda, ya'ni mahsulotda o'zini universalni kodi bo'ladi. O'shanaqa kodinglar sizlarda bormi yoki yo'qmi degan savol beryapti. Sizlar agar ishlab chiqaruvchi korxona bo'lmasanglar, sizlarda qanaqadir UPC kodinglar, ya'ni agar sizlar ishlab chiqaruvchi korxona bo'lsanglar, sizlar уже bu narsa bilan tanishsizlar. Ya'ni UPC kod degan narsa bilan. Agar unaqa bo'lmasanglar, yes or no deb qo'ygan joyda no degan javobni beramiz. Endi keyingi savolimizda so'rayotgan narsasi sizlar o'zingizlarni brendingiga egamisizlar? Ya'ni qanaqadir brendinglar bormi demoqchi. Bu yoqda biz sizlarga maslahat beramiz, no deb qo'yib ketishni, lekin some of them ham qo'ysanglar bo'ladi. Lekin hozirgi paytda no deb qo'yib ketganinglar ma'qulroq. Keyingi etapimizga o'tamiz va eng главный joyimizga kelamiz. Ko'ryapsizlar, bu yerda identity and address verification deb qo'ygan joyi bor. Biz qayerda tug'ilganmiz, yoshimiz nechida va qaysi informatsiyani kirgizganligimiz haqida brief informatsiya tepadan sizlarga beryapti Amazon. Bizda bu yerda qiladigan narsamiz ID'imizni oldi va orqa tarafini kirgizishimiz kerak. Biz nima qilamiz? Biz olamiz. Mana shu ID'ni oldi va orqa tarafini kirgizib ketamiz. Mana birinchi qiladigan ishimiz bu upload front side. Birinchi oldi tarafini. Именно shu tarafini kirgizamiz. Keyingisi ikkinchi knopkada back side degan joy bor. U yerda ikkinchi orqa tarafini kirgizamiz. Xuddi shunaqa yaxshi ko'rinadigan hamma narsa именно rasmga olganinglarda любой dokumentinglar обязательно o'quvga yaroq bo'lish kerak. Ya'ni bundoq qaraganda hamma narsani o'qa oladigan darajada bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, cho'tki skanerdan chiqarilgan bo'lish kerak. Keyingisi proof of address. Juda ham ko'p odamlar, kichkina sirchani aytaman sizlarga, juda ham ko'p odamlar mana shu joyda juda katta xato qilishadi. Bu joyda qanaqadir adresni, aytaylik, informatsiyasini kirgizishadi yoki qanaqadir adresga bo'lgan yoki kadastr kirgizishadi yoki boshqa narsani kirgizishadi. Bu yerda sizlarga главный qiladigan narsalar o'sha boyiga yetgan выпискам. Bankdan olgan выпискаlarni mana bu yerda ko'ryapsizlar. Bank account statement degan joy bor. Bankdan olgan выпискаlarda обязательно o'sha adres ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Uyingizlarning adresi boyiga yozganinglardagi. Ya'ni mana tepada ko'ryapsizlar. Yuqori qora qamish, mana bunaqa uy, Yunusobod. Toshkent, bunaqa zip kodi. Endi
Buni ham xuddi shunaqa sizlar bilan birga yuklaymiz. Buni yuklaganimizdan keyin mana ko'ryapsizlar. Mana bu dokument. Mana shu dokumentni biz yuklaymiz. Endi buni yuklaganimizdan keyin uje yana bir marta next knopkasini bosamiz. Xo'p, endi boyagi pagedan o'tganimizdan keyin next bosganimizdan keyin bizada ko'rayotganingizdek bizani imенно kimligimizni, ya'ni shaxsimizni tasdiqlash uchun bo'lgan bularning o'zini verifikatsiyasi bor. Shu verifikatsiyadan o'tadigan paytimizda ikkita yo'limiz bor. Birinchisi bu biza rasmga tushishimiz kerak, o'zimizning dokumentimiz bilan qo'limizda. Ikkinchisi ular bilan aloqaga chiqishimiz kerak. Biza sizlarga maslahat beradiganimiz bu ikkinchi etapi. Ikkinchi etapi ancha tezroq, nima deydi? Vaqt olmaydigan narsa bu bo'ladi. Video verifikatsiya ancha ishonchliroq ham bo'ladi. Ishonchliroq deganimda qaysi ma'noda? Sizlar u odam bilan o'sha Amazonni imенно ishchisi bilan aloqaga chiqasizlar. Mana bosdim hozir. Amazonni ishchisi bilan aloqaga chiqqaningizda sizlar yuzinglarni, qo'lingizda haqiqatan kartochka turganini o'sha video konferens svязь bo'yicha ko'rsatib tasdiqlab bera olasizlar. Endi biza bu pejimizga o'tganimizdan keyin ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda biza qaysi tilda imенно video verifikatsiyani o'tishimiz, ya'ni video konferensiyamizni o'tishimizni tanlasak bo'ladi. Lekin oxirgi paytlarda bularda hozir rus tili ham paydo bo'ldi, lekin bizning maslahatimiz baribir rus tilida emas, chunki hozirgi paytda bo'sh ishchimiz yo'q degan yozuv ko'pincha chiqib qoladi. Shunga biza maslahatimiz ingliz tilida o'tishinglar, iloji bo'lsa agar verifikatsiya o'tayotganingizda yoningizda kimdir ingliz tilini yaxshi biladigan odam sizlarga ozgina yordam berib turgani ma'qul, chunki boshqa savol berib qolishi mumkin, ya'ni bitta savol berishi mumkin. Bu beriladigan savollardan, qo'shimcha savollardan bittasi bu siz nima sotmoqchisiz? Shunaqa paytda prosta в целом o'rtacha gap gapirishingiz kerak. Har xil narsa sotamiz, ya'ni yo o'yinchoqlarmi, yo qanaqadir mashinaning aksessuarlarimi, bir narsa deb javob berib yuborishingiz kerak. Bo'ldi. Ortiqcha narsa so'rashmaydi. Yana so'raydigan narsalardan biri men sizlarga aytib beraman. Bu mana misol uchun mana shu ID kartanglar deb tushuninglar. Shu ID kartanglarni sizlardan so'raydigan narsasi bunaqasiga ko'rsat, bunaqasiga ko'rsat, bunaqasiga ko'rsat, hamma tarafdan ko'rsat yoki bundoq egib ko'r deb so'rashi mumkin. Shu paytda sizlar ko'rsatib berasizlar va bir где-то 3-4 minut va tekshiradi. Rostdan ham sizmisiz, odammisiz, shunaqa odam bormi, yo'qmi, buni bilgandan keyin o'sha bo'ldi, biz senga javobini aytib olamiz deydi. Endi yana shu temamizga qaytadigan bo'lsak, biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, checklist bergan, ya'ni hamma narsalar tayyormi, kompyuteringlar, telefoninglar yoki agar telefondan gaplashayotgan bo'lsanglar, oldi kamerasi bormi yoki agar kompyuterdan gaplashayotgan bo'lsanglar, kompyuterda kameraga va mikrofonga ruxsat berilganmi ishlatishiga degan mana shunaqa joylarni so'raydi. Keyin originalni misol uchun IDlaringlarni tayyorlab qo'yganmisizlar, yoninglardami hamma qog'ozlar deb so'rashi mumkin. Shunga hamma qog'ozlarni iloji bo'lsa yoninglarda ushlab tayyor qilib so'rab qolishi mumkin. Shu narsaga tayyor bo'lib turasizlar. Xo'p, keyingisi qiladigan ishlarimiz bu checklistlarni bittama-bitta tanlab chiqamiz. Ya'ni til qaysi tilligini tanladik. Bundan oldingi aytganimizdek device bilan dokumentlarni hammasini tayyorladik va hamma yozilish uchun bo'lgan informatsiyalarni tanladik. Lekin bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, Amazon bilan bo'lgan muloqotimizni yoza olmaymiz. Shunga Amazon tarafdan ruxsat berilmaydi, ya'ni ular o'zini ishchilarini ko'rsatmaydi va bu ularning konfidensialnostga kirib qoladi, ya'ni bu ularning shartlari. Shunga bu narsani yozib o'tib keta olmaymiz. No, biz sizlarga keyingi etapimizni keyin aytib o'tamiz. Xo'p, bu yerda agar xohlasanglar bizni ko'rishinglar mumkin. You can also click here to schedule an appointment on a future date and time deb yozib qo'ygan joy bor. Bu nima degani? Bu degani
Xohlasangiz agar boshqa paytga surishingiz mumkin. Именно shu strechani, lekin bizning sizlarga maslahatimiz ishni qaynab turgan paytda qilish kerak, ertaga qoldirmasdan. Xo'p, endi biza в принципе tayyor biz etsak ham bo'ladi. Hamma narsani tayyorlagan bo'lsanglar, join video call knopkasini bosamiz va biz ulanamiz. Xo'p, endi biz video verifikatsiyamizni o'tkazdik va video verifikatsiya paytida biz videoga, ya'ni screen record qilish haqqiga ega emasmiz, chunki Amazon tarafdan bu konfidensiallikni buzib qo'yadi. Shu shartlariga qarab turib biz videoni yozib olmadik. Lekin biz chetdan turib o'zimizning o'quvchimizni ozgina kichkina fragmentini yozdik. Ya'ni telefonga olib yozdik, qanaqa gaplashayotgani, nima deyotgani haqida. And we can get started. Okay. So, well, before we start, just to confirm, are you the owner of the documents that were submitted? Yes, I am. Perfect. Yep, I can see here that you had submitted your ID and also your bank statement, but we're only going to be checking your ID. So once you have it with you, you can show me it like this, and we can get started. Okay, thank you. Now can you please show me the other side as well? Thank you. And now just to finalize, I will just request that you grab it like this, the way that I have it, and I'll give it a little back. That was it. Perfect. So this is how we're going to continue now. I will be placing you in a quick hold for about 2 minutes. Meanwhile, I'll review the submitted document. For this part, I'm just simply turning off my camera, so if you want to do the exact same, that's definitely not a problem, but please remain on the call. I'll be right back in 2 minutes, okay? Alright, I got it. I'll be right back. See you. O'zi основной berilgan savollar bu yoki ha yoki yo'q degan javobli savollar berildi. Shunga verifikatsiyadan juda ham oson o'tib ketildi. Endi mana hozir verifikatsiyadan keyin bo'lgan bizani page'imiz, ya'ni bizani stranitsamizga kiradigan bo'lsak, ko'rsanglar bo'ladi. Bizda в принципе уже stranitsamiz thank you for sharing your information deb yozuv chiqarib qo'ygan. Bu yerda bitta narsani so'raydi bizdan. Iloji bo'lsa Amazon Seller Centraldan hozir bitta logout qilib chiqib ketishi va yana qaytib kirishni so'raydi. Biz hozir shu ishni qilamiz. Xo'p, mana endi ko'rishingiz mumkin. Biz hozir logout qilib qaytadan kirdik. Kirganimizdan keyin bu yerda yozib qo'ygan bitta narsasi bor. Videolarni успешно qabul qilib oldik deb yozgan va общий hamma bo'lgan bizani уже verifikatsiyadan keyin bo'ladigan javobimizni 72 biznes soat ichida javobini yuboramiz degan. 72 biznes soat degani nimani tushunamiz? 72 biznes soat bu Amerikada именно ertalab soat 8 dan kechqurun 6 gacha ishlaydigan paytda именно o'shani biznes soat deb atashadi. Endi agar sizlar juma kuni kechqurun bu ishni qilgan bo'lsanglar, ya'ni shanba, yakshanba kunlari ish kunlari emas, ya'ni biznes soatiga kirmaydi. Va dushanba kundan boshlab 72 soat уже sanashni boshlaysizlar. Lekin odatda u 72 soatgacha ham yetib bormaydi. O'zi bir kunda yo 24 soat ichida yo 12 soat ichida kelib qolishi ham mumkin. No, в принципе, уже 48 soat ichida ham kelishi mumkin. Sizlar bu yerda уже полный to'ldirib bo'lganingizdan keyin sizlarga в принципе успешный yopganinglar haqida, ya'ni verifikatsiyadan o'tganinglar va akkaunt ochganinglar haqida sizlarga email keladi. Mana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Emailimizda mana shunaqa ko'rinishda примерно bo'ladi. Seller identity verification degan email keladi. Emailingizda sizlar haqingizda ma'lumot bo'ladi. Bugunchalik hozircha shu. Men o'ylaymanki, hammangizda o'xshaydi, xudo xolasa. Agar nimadandir qiynalsanglar, savolinglar bo'lsa, gruppalarda, boshqa joylarda yoki bizning Modme platformasidami yoki boshqa platformadami tagida yozib savolinglarni yoki nimadandir qiynalayotgan bo'lsanglar, o'shani so'rasanglar bo'ladi. Biz sizlarga javobini berib, harakat qilamiz tezroq yordam berishga. Maslahatimiz birinchi so'rab olganinglar, chunki xatolikka yo'l qo'yib qo'yganinglardan keyin уже buni orqaga qaytarish juda ham qiyin bo'ladi.
Bundan oldingi darslarimda aytib o'tganimdek, bitta pasportga bitta akkaunt ocha olasizlar. Bitta narsani aytishingizdan chiqibdi sizlarga. Shuni yana qo'shimcha qilib aytib ketmoqchi edim uyga vazifa berishdan oldin. Xo'p, registratsiya qilib bo'lganinglardan keyin hamma ishlarni qilib bo'lganinglardan keyin sizlarga уже email kelgandan keyin bitta qilinadigan ishinglar bor. Buni sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rayotganinglardek, mana bu yerda уже registratsiya qilganinglardan keyin emailda уже sign in qilgan, ya'ni kirgin degan, akkauntingga kirgin degan informatsiya keladi. O'zingizlarning akkauntinglarga kirganinglarda sizlar bitta narsani ko'rishinglar mumkin. Bu yerda boshlashinglardan oldin 2 darajali, ya'ni xavfsizlik uchun o'zingizlarga bitta qo'shimcha parol qilishinglar kerak bo'ladi. Через, допустим, aytaylik Google Authenticator degan programma bor. O'sha orqali ishlatsanglar bo'ladi. Uni ham men yozib ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga hozir. Uni yoqamiz. Chunki Amazon bu narsani shartli ravishda qilib qo'ygan. Uni yoqqanimizdan keyin biz o'zimizning passwordimizni kirgizamiz. Passwordimizni kirgizganimizdan keyin bizga keladigan boyagi one time passwordimiz bor. O'sha passwordimizni misol uchun olib turib, bu yerdan kodimizni uni yana qaytadan kirgizamiz va bizga bu yerda bitta narsa predлагать qilyapti, yoki telefonning nomer orqali deyapti, yoki o'sha programma orqali o'sha parolingni qo'ygin deyapti. Ya'ni o'sha SMS kod bizda aytaylik qilinadi-ku, Payme'larda yoki boshqa platformalarda, shunga o'xshagan. Biz programmani tanlaymiz va u programmada skanировать degan knopkasi bor. Plusga bosamiz, skanировать kod qilamiz. Skan qilganimizdan keyin bizda уже tayyor. Yana o'sha yerga chiqqan kodimizni, Amazonning kodini kopировать qilib bu yoqqa qo'yamiz. Kopировать qo'yganimizdan keyin, ya'ni uni yuklab olib o'zimizga qo'yganimizdan keyin verify bosamiz va boshqa bu iminni bu kompyuterimiz orqali boshqa bizdan anaqani iminni shu parolni so'ramagan degan joyini yoqib qo'yamiz. Ya'ni o'zingizlarning shaxsiy kompyuteringiz bo'lsa. Tabriklasam bo'ladi sizlarni. Ko'rayotganinglardek, sizlar o'zingizlarga Amazon akkauntini ochdinglar. Endi sizlarga aytadigan bo'lsak, oxirgi narsamiz sizlar akkauntinglarni tabriklaymiz, ochdinglar. Lekin ochganinglardan keyin akkauntinglarni 24 soatga tashlab qo'yishinglar kerak. Amazon o'zi tarafidan полностью tekshirib chiqadi va verifikatsiya qiladi, informatsiyalarni ko'radi. Bu narsalar bizga nima uchun важный? Ya'ni muhim. Bu chunki Amazon sizlarni bloklab qo'yishi mumkin agar u narsani o'zgartirmoqchi bo'lsanglar. Shuning uchun sizlarni qiladigan ishinglar prosta tegmaysizlar. 24 soatga tashlab qo'yinglar. 24 soat tashlab qo'yganinglardan keyin уже qolgan danliklarni kirgizishni boshlaymiz. Shu bilan birga sizlarga uyga vazifa, sizlar o'zingizlar tarafdan akkaunt ochasizlar va xuddi shu aytgan narsalarimni aytganimdek qilib kirgizasizlar. Esingizlardan chiqmasin. Adres masalasi, выписка masalasi va именно angliyskida yozilgan ism va familiyalar haqida. Sog' bo'linglar, hammangizga rahmat.